klinikangizda reklama qilyapsiz, lekin odamlar baribir boshqa doktorga borishyaptimi? Ko'pchilik klinikalarini performance marketing qildiradi, klinika nomiga targetga oqishadi, klinika brendini rivojlantirishadi, lekin aslida insonlar brendga emas, ko'proq insonga ishonishadi. Siz klinikangizni targ'ib qilsangiz ham, ijtimoiy tarmoqlarda aktiv qilsangiz ham, lekin doktorlaringizni qanaqa tajribasi bor, kim o'zi, qayerlarda o'qigan, nima ishlar qilgan, ekspertligi qanaqaligini bilmasdan turib, hech qachon klinikangizga bormaydi. Sababi aytganimdek, har doim ham brend emas, ko'proq bu sohada insonni shaxsiy brendi rol o'ynaydi. Bugun mijoz kerak menga, bugun natija kerak deb siz performance marketingga pul tikyapsiz, lekin ertaga siz faqatgina reklamaga pul tikkaningizda sizga mijoz keladigan bo'ladi, lekin shaxsiy brendda esa umuman boshqa narsa. Odamlar shaxsni tanimasa, baribir boshqa shaxsiy brendni rivojlantirayotgan doktorlarga, klinikalarga boradi. Sababi u yerda ekspertlikni ko'proq ochib berishadi. Performance marketing shunaqa, lekin shaxsiy brend siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar mijoz sizga olib keladi. Sababi sizga ishonadi, sizni qanday ish qilishingizni biladi, nima ishlar qilganingizni biladi, ijtimoiy tarmoqda hamma faoliyatingizni olib borganingiz uchun u sizga boshqa klinikadan ko'ra ko'proq ishonadi. Eng to'g'ri yo'l siz klinikangizni performance marketingni yuritayotib, o'zingiz ham shaxsiy brendingizni yuritsangiz eng zo'r yo'l. Sababi siz tanilsangiz, sizga ishonishadi. Sizga ishonishgandan keyin jamoadoshingizga ishonishadi. Siz shaxsiy brendingiz orqali sizning klinikangiz ham avtomatik o'sadi. Siz shaxsiy brendingizni rivojlantirasizmi yoki faqat klinikangizga reklama pul tikyapsizmi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Shaxsiy brendni qanday rivojlantirish, shaxsiy brendni qanday to'g'ri qurish bo'yicha sahifamni kuzatib boring. Siz uchun maxsus go'shtli videolar tayyorlab qo'yganman.